Hürmetlik vatandaş, bugünkü liksiyalarımızla başlayımız. Liksiyadesi de Gazi Rozi. Bugün Çislağa 2021 yıl 5. ayının 16. günü. Bugünkü vaziyetin söz açıdığan bolsak vatandaş, hazır bu vaziyet doğrusudur cüngolukla sözlepti. Mesela Tayvan boğuzu vakası enindeki yani bir gayri haber. Bugün bu gayri haberini sizler yetkizimiz gayri haber degenimiz muşundaq buluşu mümkün mü emas mı dep gumon payda kıladigan haber bolğaçqa gayri haber dedik. Bu Xitayning torbeti, Dubi torbetidan kelganligi uchun uning rost yoki yolg'onligi ishongila olmaydi. Şun bugünkü vaziyetni ve rost bilan yolg'on arasida degan temirlar xulosalaymiz vatandaşlar. Mavzu mundaq. Amerika jungo urush qilishga yalang'ochlandi. Tayvan bo'g'izida cho'qon bir ish yuz berdi. Amerika dal hozir hammani oshkorlaydigan ve keskin harakat qiladigan bir davrga kirib keldi. Mushu mavzuni Xitoyning Dubi torbeti qo'yibdi, shunda qo'sim yana bir o'qib o'tay vatandosh diqqat qiling qani. Amerika jungo urush qilishga yalang'ochlandi. Tayvan bo'g'izida cho'qon bir ish yuz berdi. Amerika dal hozir hammani oshkorlaydigan va keskin harakat qiladigan bir davrga kirib keldi. Mavzuli xabar 5. ayının 16. günü Dubi torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Meyli bu mavzu Xitoyning urush parastligi bilan qo'yilgan bo'lsin, meyli hozirgi dunyoviy vaziyatni aks ettiradigan mavzu bo'lsin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar siz anglaysiz, analiz qilasiz, to'g'ri tarafini qabul qilasiz. Hata deb hukm qilsangiz, xato qismini rad qilasiz vatandoshim. Men sizga leksiyasi shaklda yetkazib beraman. Amerikada o'ng qanotlar va sol qanotlar birlashib Tayvanni oldingi safga ihtirishga boshladi. Hatto strategiyada aniq bo'lish va strategiyada mujmal bo'lish orliqida tavrinib turmoqda o'ng qanotlar va sol qanotlar. Bu tarafdan aytganda bu holat jungoning Tayvan bo'g'izida o'rinlashtirishi va Tayvan bo'g'izida kuch ko'rsatishi bilan munosabatlik. Amerikada yangi hukumat nima qilishi kerak? Qanday javob qaytarishi kerak? Qanday kuch chiqarishi kerak? Ya'ni vaziyat oldida demoqchi. Atalmış şu maqalda shundaq deyilibdi jumi, atalmış Osiyo va Hind Tinch okeani strategiyasini tuzish, siyosatini tuzish. Yana bir tarafdan Amerika jungo bilan umumyuzlik raqobatni keskinlashtirish. Buning uchun Tayvan bu kartini o'ynashni yaxshi dastakka aylantirish lozim. Mike Pompeo, sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo va Davlat Majlisi a'zosi Tom Cotton qatorliq Cumhuriyetçiler Partiyasi ichidagi chekka yetgan konservativ rahbarlar ideologiyalik kurashga texmi e'tibor berib, Tayvanni jungoga qarshi qanot yaydiriladigan oldingi saf istehkomiga aylantirmoqchi bo'lyapti. Demokratlar Partiyasi hukumat taraf qimmat qarashlarini ta'kidlab, Tayvanni jungoni qo'rshovga oladigan ya jungoni cheklaydigan demokratik sistema ichiga elib kirib, xuddi Koreya, Yaponiyaga o'xshash strategik tayinish nuqtasi qilmoqchi bo'lyapti. Siyosiy qurilma huquqni tangpunglashtirishda, ya'ni Amerikaning davlat ichidagi qurilmasi to'g'risida gap qilyapti Dubi torbeti. Siyosiy partiyalar o'rtasida partiyalik manfaatlarda jungo siyosati al-rayni yetaklash, jamoat fikrining yetaklanishi, ideologiyalik targ'ibot, harbiy sanoat manfaati qatorliq to'rt tarafdan qistab kelayotganda Amerika texmi diqqat nazarini Tayvanga yetkazdi.
Aslidagi Tayvan siyosatini o'zgartib, yangi Tayvan siyosatini belgilash Amerikada pishib yetilmoqda. Bu xil yangi Tayvan siyosati Davlat Majlisining Tayvan to'g'risida qonun ma'qullab besim ishlatishi emas. Buni texmi to'g'risi ma'muriy organlar Jungo bilan umumyuzlik raqobatlashish ehtiyojni ko'zda tutib, Osiyo siyosatini va Jungo siyosatini tuzganda bir qatimliq yangi tartibga solish bo'lib hisoblanadi. Ular Tayvan masalasini Amerika Jungo o'rtasida to'qinish yuz berishdan piltisiga aylantirib qolmay, o'xshashla Tayvanni urush boshlanish harpisidagi biron chopqinning ichiga so'rab kiryotdi. Biz buni mayli Jungo tarafning urushparastligining duvitor bitida ifodalanishi deylik, boshda aytgandek, mayli hozirgi vaziyatda duvitor bitining tasviriy jumlada ifodalab berishi deylik, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, duvitor bitining bu maqolasi vatandoshlar boshda aytgandek analiz shaklida rad qilish, analiz shaklida qabul qilish pozitsiyasida anglab qo'yishinglarni umid qilma vatandosh.